Aleyküm, hurmatli Lidermesh texnikasının kanalını kuzatuvchilar, do'stlar, sog'mi-salomatmisizlar? Bugun xudo xolasa sizlarga yozni o'rtasida, chillasida nima kerak bo'ladi? Konditsioner kerak bo'ladi. Konditsionerning eng zo'rini skidkaga qo'yib, yonida zo'r podarka qo'shib beramiz. Faqat konditsioner ham aksiyada siz yo'q. Televizor olsangiz, morozelnik qo'shib beramiz. Xolodilnik oladigan bo'lsangiz, yonida podarkalari bilan. Bugungi videomiz gigantik video bo'ladi. Hamma narsani narxlari bilan, skidkalari bilan tushuntirib beramiz. Har bir aytgan gapimizga javob beramiz. Xudo xolasa videoni oxiridan ko'ring. Afsuslanmaysiz, bugun o'tgan videoda qo'yilgan 5 dana Sokaji Malkining kommentariy shoudan g'oliblarni aniqlaymiz. Bugun zo'r kommentariy shouam qo'yib beraman. 1 dana emas, 2 dana emas, 3 dana katta sovg'ani kommentariy shouam qo'yaman. Tekin YouTube olasiz. Hozirgi kunda nima bo'lib turibdi? Yozda konditsionerning narxlari boshqa magazinlarda ko'tariladi. Bizda naborot narxi tushadi, podarkisi kattalanadi. Buni degani nechga bo'ladi desangiz, eshiting. Keling mana. Rulus kompaniyani 12liki inverter motori, 3 yil garantiyasi bor, ichida teni bor. Yozda qizdiradi, qishda sovutadi, motori katta bo'ladi. Hammada 6-6,5 million so'm podarkisi bilan berib o'tirgan vaqtlarda biza sizga 4 million 900 ga bersak, yonini nima qo'shib beradi ekan desangiz, biza medalashib o'tirmaymiz. 5 million so'mlik xolodilnikni qo'shib beramiz. To'g'ri eshitdingiz. 5 milliondan sotib turgan xolodilnikni tekina qo'shib beramiz. 4 million 900 ga konditsioner olsangiz, 5 millionlik xolodilnikni qo'shib bersak, dastavkalarni qilib bersak, bunday aksiyalarimiz faqat lider nomer 1 da bo'ladi. Aksiyaning muddati qachonga deydi desangiz, 2-iyundan 12-iyunga deyil davom etadi, xudo xolasa. Ulgurib qoling. Bunday aksiyalar hamma ham bo'lavermaydi. Sizlar uchun tayyorlanib, zavoddan 1500 dana konditsionerni tushirib, sizlar uchun qo'yib qo'yaman. O'tirganingiz bilan videoda ko'rib, "Bararman" deganingiz bilan bu narsa komment qo'yishi mumkin. 12-iyunga deyil ulgurib qoling. Yana ham qalaqa turlari bor, to'lov turlari desangiz, halol nasiyaga ham chiqarib beramiz. 3 oylik, 6 oylik, 12 oylik muddatli to'lov ham chiqarib olsangiz bo'ladi, xudo xolasa. 4 million 900 ga konditsioner, 1 dana xolodilniki tekin. Endi televizor ko'p faolli televizorlarga katta aksiya qo'ymading degan yurtdoshlarimiz uchun 55 dyumlik eng kattasi Android bo'ladi, smart, YouTube, Bluetooth, hamma narsasi bor. Xolasangiz Wi-Fi dan, xolasangiz telefonni Wi-Fi-dan internetga kirasiz. Kachествоsi 100% original, 3 yil garantiya beramiz. Narxini 6,5-7 million so'm boshqa yerlarda sotilib turgan vaqtida bizada 5 million 900 ming so'm bersam, 5 million 900 ning yonida bir dana morozelnik qo'shib bersam, to'g'ri eshitdingiz, morozelnik ham qo'shib beramiz. Bo'ldimi desangiz, yo'q. Uyingizga olib borib osib bersak, krashten ham ichida. Undan tashqari 3 dana sirli qutidan, birisida termopod, birisida yana bir narsa ochikda. Yana telefon ham bor ekan, do'stlar. 5 million 900 ga televizor olsangiz, uyingizga olib borib osib bersak, morozelnikni tekina qo'shib bersak, uni ham dastavka etib bersak, 3 dana qutidan birisini tanlab turib, ichidan sovg'an ham qo'shib olsangiz. Oqshom bir dana Gentrani g'olibini aniqladik. Oqshom Gentrani Beruniyda yangi filialimizda g'olibini aniqladik. Beruniydan yurtdoshimiz yutib oldi. Tabriklaymiz. Hali undan tashqari 3 dana Gentra bor. Endi ikkinchi Gentramizni 1-iyul kuni o'ynaymiz. Xolang buni oling, farqi yo'q. Bir dana Gentraga biletini shunday qo'shib beramiz. Gentra biletini kelasiz, quti tashab ketasiz. Oyning oxirida Gentra olib qolishingiz mumkin. Endi kommentariy shovni nov qo'yib berasan deb turgan yurtdoshlarimiz uchun kommentariy shova 1 emas, 2 emas, 3 dana plysos. Buni sharti nechga bo'ladi? Shu videoga maksimalli kommentariy yozasiz. Nechalik ko'p kommentariy yozsangiz, utib olish imkoniyati shunchalik ko'p bo'ladi. Bizning o'zi ko'p shartimiz yo'q. Xohlasangiz kommentariy yozasiz, taxminan aniqlab beramiz. Lekin aniqlangan yurtdoshlarimiz shu videoni 10 dana odamga tashlagan bo'lishi kerak. Shuning uchun shu videoni ko'rdingizmi? Telegramdanmi, WhatsAppdanmi 10 dana yurtdoshimizga tashanglar. 10 dana yurtdoshimizga tashlasangiz bo'ldi, o'zingizni og'ayiningizmi, qarindoshingizni, gruppangizni shu videoni 10 dana odamga tashlab qo'yasiz. Keyin xohlasangiz kommentariy yozasiz, bizga obuna bo'lasiz. Shu 3 dana plyososni g'olibini keyingi videolarimizda aniqlab beramiz, xudo xolasa. Endi bu yerda hozir xolodilnik savdo etib turibdilar. Xolodilnik aksiyalarini namoz to'xtalib o'tamiz. Undan burun esa avtomat kir mashinalari aksiyalarini tanishtiraman sizga. Avtomat kir mashinalarimizdan zo'r aksiyalar bo'lib turibdi. Sami glavni narxi bilan keling. Libo yerni ko'ring. Bozorni ko'ring, Urganchni ko'ring, 4 kunni ko'ring, farqi yo'q. Ko'rib bo'lib oxirida bizga narximiz ham, sifatini ham, garantiyasini ham, qo'shib berajak podarkimiz ham javob beramiz. Nima uchun desangiz, Media kompaniya 6 kiloliki 3 million 400 ga 2 million 800 ming so'm bersam, Immer kompaniyani 8 kiloliki 4 million 400 ga 3 million 600 ga bersam, to'g'ri bizga videoda eng arzon mahsulotlarning narxini aytamiz. Lekin bizda 10 millionlik kir mashinam bor, 5 millionlik ham bor. Nima chunki qimmat narsa olajak odam tanlab olish uchun imkoniyat ikkab qo'yibmiz. Ko'p odamning puli yog'dayli bo'lgandan keyin arzon narsaning narxini qiziqadi. Shuning uchun ko'pina biz arzon mahsulotlarning narxini ko'proq aytamiz. Nima chunki talab shunga katta.
Qimmat mahsulot kunda 2 dana ketadigan bo'lsa, arzon mahsulotdan kunida 40 dana ketadi. Har bir mahsulot to'lagan pulingizga yarasha bo'ladi sifati. 2 million 800 ga to'ladingizmi, 2 million 802 sifat bo'ladi. 6 millionlikni oldingizmi, 6 millionlik sifat bo'ladi. Bu degani sizni kisangizdan, moliyangizdan kelib chiqib xarid qilib olaverasiz. Endi qarang, Sami Glanning narxi boshqa yerlar bilan solishtirgan vaqtida bizaniki qimmat emas. Sevintage kompaniyani 3 million 602, 3 million 100 ming so'mga tushgan. Monix kompaniyaniki bular o'zi 3 million 900 da, hozir 2 million 900 ming so'mda turibdi. Artel kompaniyamizning 8 kiloligi 5 million 400, 4 million 800 ga tushgan. Bir de birdan 2 dana qog'ozlarimiz ham, ularni undan ham kelishib beraveramiz. Endi keladigan bo'lsak, yana LG'larimiz bor. 9 kiloliklarimiz 6 million so'mdan. To'g'ri eshitib turibsiz. 6 million 7 millionlik liboy kir mashin bor. Sizni tanlovingizga yarab chiqib, xolasangiz arzoni, xolasangiz qimmatini 200 ga yaqin tur assortimentimiz bor. O'zingiz kelib tanlab ko'rib olasiz. Endi podarkisini ham qo'shib berasan, narxini-ku dastoniyati bor aytding o'zingga ishonib. Podarkisini ham o'zingga ishonib aytib bilasan, desiz, o'zim ishonib xudo xolasa podarkini zo'rindan xudo xolasa qo'shib beraman sizlar uchun inshaalloh. Ko'rib turasiz, shu bagima naboringiz to'ysiz. Bir avtomat kir mashin olib turibsiz, posuda naboringiz bitdi. To'ysiz. Pechkangiz ham bitdi. Pilisosingiz ham bitadi. Blenderingiz ham, parovoy utkingiz ham bitadi. Doğru eshitdinglar do'stlar. 2 million 800 ga olasizmi, 3 millionlikmi, 4 millionlikmi farqi yo'q. Bir dana bagima nabori, bir dana pechkisi 36 litrlik Samsung pilisosi, blenderi, parovoy utkini shundaylay qo'shib beramiz. Farqi yo'q. 6 millionlikni oling, 5 millionlikni oling. Ko'p odam aytadi, "Uka, men to'ychi emasman, yenganga shu kir mashin podarka etacakman. Menga zo'r vajbar, boshqa narsa ber" desangiz, size konditsioner oladigan bo'lsangiz 4 million so'mlik konditsioner voucher beramiz. U degani 4 million so'm deyim bo'lgan konditsioner tekin bo'ladi. Yo'q, konditsionerni 6 millionlikni olaman desangiz, 2 million so'm pul bersiz bo'ldi. Xolodilnikka 4 millionlik voucher beriladi. Uni degani, siz 4 million 900 ming so'm kir mashinani olsangiz ham sizga 4 million so'm pul beramiz. 4 million so'mni voucher sifatida boshqa mahsulotlar ishlatib bilasiz. Yo'q, menga realniy mahsulot qo'shib ber desangiz, ish podarkilarimiz. Yo'q, bu yoqmadi deydigan bo'lsangiz, sizga yana bir dana kir mashin qo'shib beramiz. 3,5 million so'mlik bir avtomat olasiz, yana bir avtomat shundaylab qo'shib beramiz. To'g'ri eshitdingiz. Yanglishmaymiz, avtomat qo'shib beramiz. Endigi masalamiz, endi xolodilniklar ham xudo xolasa klientlarimiz ko'rib turgani, xalaqit bermaylik deb boshda avtomat kir mashinlarning narxini tanishtirdik. Xolasa xolodilniklarimiz aksiyalar bilan yana qisqacha tanishtirib o'taman. Undan keyin balandga chiqib turib, televizorlarda bo'lib turgan aksiyalar, avtomat kir mashin ularda, konditsionerlarda bo'lib turgan, gaz plitalarda bo'lib turgan aksiyalarni ham qisqacha tanishtirib o'tamiz. Bizning magazinga kelsangiz, xolodilnikda assortiment juda katta. Eng kichkinasidan boshlab eng kattalaridan aytchak ko'pmiz. Keling ko'rsataman. Birinchi o'chotda narxini ayting. Ina bu yerda 7 millionlik ham bor, 7,5 millionlik ham bor. Ina bu xolodilniklar aksiyalarga tushgan. 6 million so'mdan 3,5 million so'mga skidga tushgan. To'g'ri eshitdingiz. Birdan 2 dana qolganini ham katta skidga qo'yganmiz. Yana bo'lgani o'zimi desangiz yo'q. O'zi emas, podarkisi bilan eshitib turing. 3,5 million so'mga tushgan. 6 million 802, 4 million 800 ming so'mga tushgan. 6 million 202, 4 million 100 ming so'mga tushgan. 5 million 802, 3 million 800 ming so'mga tushgan. 5 milliondan pasini xarid etib oladigan bo'lsa, sizga non qo'shib beriladi. Bir dana 1,5 million so'mlik pilisos, bir dana 1,5 million so'mlik duxovka, 3 million so'mlik sovg'ani tekin qo'shib beramiz. Bu degani nima degani? 4 million 100 ming so'm olib turibsiz, 3 million so'mlik podarkisi bor. 5 milliondan balandini xarid etib olsangiz, non qo'shib beriladi. 5 million so'mlikni xarid etib olsangiz ham 3,5 million so'mlik Android televizori, bir dana pilisosi, bir dana pechkasi qo'shib beramiz. Ina masalan, keldingiz, ina любой birsini farq yo'q ina. 7 million 400 likini olsangiz ham sizga shu narsalar qo'shib beriladi. Bir televizor, bir pilisos, bir dana pechki. Endi narxlarga keladigan bo'lsa, qaysiniz? Vestel hammasidan bor. Yana katta Vestellarimiz 9 million 900 ming so'mga tushgan. Immellarimiz 13 millionlik 13 million 900 ming so'mga tushgan. Xolaniz LG'larimiz 14,5 million so'mlik 13 million 900 ming so'mga tushgan. Xantaji yana kattalarimizdan 9 millionlik 6 million 900 ga tushgan. 3 katta xolodilnik 6 million 900 ming so'mga xarid etib olsangiz, sizga yonimda yana non qo'shib beramiz. Bir dana televizori, bir dana pilisosi, bir dana pechkisini qo'shib bersak. Bu aksiyamiz 2-iyundan 12-iyunga amal etadi xudo xolasa. Ulgurib qolgan assortiment juda katta. Hozir hammasini narxini aytaman desam, videomiz 200 soat bo'lib ketadi. Uni YouTube to'g'risi anonga prosmotr yemaydi uni. Shuning uchun videoni qisqa va lo'ndatib turibmiz. Endi balandga chiqib, siz bo'lib turgan konditsionerlardagi aksiyalar, tezordagi aksiyalarni ham tanishtirib o'tamiz. Xursandbek, bo'lgani bir dana konditsionerni aksiya tushirasan, boshqa konditsionerlarni aksiyaga qo'ymaysanmi degan yurtdoshlarimiz uchun ham aksiya qo'yamiz, ham assortiment ko'rsatamiz. Ko'rsat assortimentini. Eng katta assortiment xudo xolasa o'zlarimizda do'stlar, kelsanglar chiroylatib, ko'rsatib, tushuntirib beramiz. Konditsionerlarning narxi, sifatini keladigan bo'lsa, qisqacha har birisini deganisini detalli tushuntirib beramiz. U degani nima degani? Xohlagan birisini olavering, lekin xonangizni kvadrati, balandligi, pastligi, oynasi bormi, shuna qarab turib, sizga to'g'ri keladiganini biz tavsiya qilamiz. U diyecekam, ina 4 million so'mlikini olasizmi? Ina bir de 4,5 million so'mlikini olasizmi?
4 milyon so'mlikini olasizmi, 6 milyon farqi yo'q. Liboy birsini olasiz. Sizni uyingizga olib borib, ustanovga yetib beramiz. Uni yanında nov qo'shib beramiz sizga. Qarang. Do'stlar, kalkulyatorni oling. 4 milyon so'mlik konditsioner oldingiz deylik. Endi to'g'ri 4 milyon so'mlikidan dim katta zo'r deya olmaymiz. Zo'r konditsioner doğrusu 4 milyondan sal qimmatroq bo'ladi. Liboy birsinida masalan 5 milyon so'mlikni olsangiz ham, 4 millionlikni olsangiz ham yanında bir dana televizor, bir dana duxovkasi, bir dana pilisosi, bir dana termopoti, bir dana chopperi bor. Yo'q, bu narsalaring menga kerakmaydi dedingizmi? Bir dana ugaloki bor sizga. Bir dana stoli, bagima nabori. Uyni ko'rib turamiz, tekina qo'shib beramiz. Uyingizda dostavka etib beramiz. Konditsionerni ustanovga yetib beramiz. Konditsionerlarimizning eng arzoni 3 milyon so'mdan boshlab 15-20 milyona deyim bor. Kolonnik ismi xohlaganingizdan bor. Uning uchun siz ham yerni narxini solishtiring, ko'ring. Qo'linizga spesifik etib yozib keling. Kerak bo'lsa, falan so'm, masalan, falan konditsioner, falan so'm, bu konditsioner, falan so'm deb yozib keling. Liboy yerdan ko'rganingizdan 500 ming so'm arzon beramiz. Yonida xohlasangiz uch podarkilarni qo'shib beramiz. To'g'ri eshitdingiz. Boshqa dey narxdan arzon beramiz, yonida podarkisi bilan beramiz. Ko'p yerlarda internetda ko'rib turibman. 6,5 milyonlikini sizga 3 milyon so'm ochirdim deydi. Yo'q, o'zi bu konditsionerning o'zi 3 milyon so'm. 10 milyonlik deb ham chiqaverasiz. Lekin shu narsa uchun podarkasi kerakmaydi, podarkisini ishonmanglar, arzon beramiz, sifatlisini beramiz degan yurtdoshlarimizga aytadigan gapim. Sizlar berib turgan narxdan biza podarkisi bilan beramiz. Dükanchilar uchun shu gapim. Sizlar berib turgan narxdan biza podarkisi bilan beramiz. Sizlarnikidan даже aytib o'tirgan narxlaringdan ham arzon beramiz. Bu gapimga men javob beraman, xudo xolasa. Endi televizorlarimizga keladigan bo'lsak, televizorni o'zi bir oddiy bir 43lik, 1.10lik televizorning o'zini assortimenti ne? Bu degani 40 dan oshiq assortimenti bor. 43lik 1.10 santimetrlik televizorning o'zindagi assortiment. Endi 43liklarimiz 1 milyon 800 ming so'mdan boshlanadi. 3,5-4 milyon so'm adin bas sifatini qarab tur. Xohlagan 43lik televizorni xarid etib olasiz. Xolasangiz 1 milyon 800 ga, xolasangiz yana 3 milyon 200 ming so'mlikini, 4 milyon so'mlik Avalon deysizmi? Xohlaganingizni xarid etib olasiz. Yanında bir dana kullier aparati, bir dana sokajimalkisi, bir dana termopoti, krashteni. U degani siz oddiy 2,5 milyon so'mlik televizor xarid etib olsangiz ham bir kullieri, sokajimalkisi, termopoti, krashteni bor. Endi ko'p odam aytadi, sen 2 milyon 1 milyon 800 dan boshlanadi deysan, lekin do'konga borgan vaqtida shogirdlaring shu arzon vajni bizlarga tavsiya qilmaydi deydi. To'g'ri aytadi. 1 milyon 800 2 milyon so'm bo'lgandan keyin zo'r bo'lmaydi u. Televizorning 43likni zo'rlari 2,5-3 milyon so'm atrofida bo'ladi, zo'rlari. Shundan bilib oling, 2 milyon so'mlikni nog'a oladilar, siz podarkiga to'y oladilar, prostoy bo'ladi. Bizlarga kelib 3 milyonlikni oling, 2,5 milyonlik 1 milyon 800 farqi yo'q, ish sovg'alarni tekina qo'shib beramiz. Endi keladigan bo'lsak, bu 1,27 santimetrliklarimiz, 50 dyumliklarimiz. 50 dyumliklarimizni 4 milyon 300 ming so'mdan boshlanadi. 4 milyon 400 ming, 4,5 milyon so'm, 5 milyon so'm, 5,5 milyon so'm, 6 milyon so'm ketaveradi 43liklarimizni. 1,27liklarimizni assortiment katta, narxlari har xili bor. Yanından o qo'shib beramiz. Bir dana somsa pishiradigan original duxovkasi, bir dana pilisosi, bir dana blenderi, bir dana termopoti, bir dana sokajimalgi, chaynik, krashteni. Yo'q uka, menga bularning kerakmaydi desangiz, 2,5 milyon so'mlik bir dana 43lik televizor yanına qo'shib beriladi. To'g'ri eshitdingiz, 1,27lik televizorni 4,5 milyon so'm olsangiz ham yanında 2,5 milyon so'mlik 43lik televizorni shundaylar qo'shib beramiz. Endi bu esa 1,40 dyumlik. Bizning dilda 55lik televizor deb aytiladi. 55lik televizorlarimiz ham 5 milyon so'mdan boshlanadi. 5 milyon 200 ming so'm, 5,5 milyon, 6 milyon brendlarga keladigan bo'lsak, Volto deysizmi, LG deysizmi, Hisense deysizmi, Shwaki deysizmi, hammasidan bor. LG, Shwaki, Haier ishlarni ham ko'rsiz, TCL, uni nog'a ko'rsatib turibmiz. Brendlarning hammasi bor. Bularni xarid etib oladigan bo'lsangiz, sizga yanında bir dana zo'rindan duxovkasi, zo'rindan mikrovolnovkasi, zo'rindan katta chalakli pilisosi, termopoti, sokajimalkisi, chayniki, tefali, katta krashteni. 5 milyondan boshlangan liboy birsini olsangiz, shu narsalar qo'shib beriladi. Xato eshitmadinglar, 5 milyonlikni ham shunday katta sovg'alarni qo'shib beramiz. Endi bu yerda esa 65 santimetrlik televizorlar bo'ladi. 65liklarimizniki assortimenti juda katta. Xohlagan birsingizni olasiz 65likdan, bularda 7 milyondan boshlanadi, 6 milyon 900 dan boshlanadi, 10 millionga deyim bu 65 santimetrlik. Endi bularga nima qo'shib berasan? Hammasini qo'shting desanglar, sizlar do'stlar zo'rindan, konkretnisidan bir dana kir mashina avtomati qo'shib beriladi. Avtomat kir mashin.
Endi 75'liklarimize keladigan bo'lsak, 75'liklerimizdan assortiment juda katta, yana hammasidan bor. Voltos, Samsung, LG, xohlagan birsingizni xarid etib olasiz. Narxlarga keladigan bo'lsak, 8,5 million so'mdan boshlanadi, 15 million adin bor. Bularni xarid etib oladigan bo'lsangiz, unda avtomat kir mashin 6 kilolik qo'shilib berib turadi. 75'liklarida esa 8 kilolik avtomat kir mashin qo'shib beriladi. Avtomatin kerakmaydi, boshqa vajh olaman desangiz 4 million so'mlik voucher beriladi. 4 millionlik voucherga liboy bir mahsulot xarid etib olsangiz bo'ladi. Pol avtomatlarimizga keladigan bo'lsak, 1 million so'mdan boshlanib turib 2,5 million adin bor. Morozinliklarimizdan shunday bir ko'rishdik Jasurbek. Ko'p odam morozinlik bormi sizlarda deydi. Hozir ular narxlarini men to'shni bilmayman. Gasangni chiroylatib, xudo xolasa narxlarini eng liboydan premium darajada arzon beramiz narxlarni. Kattaliklarni ko'rsang, yana bu yerda Immer eng kattalarini. Xing bor, yana bu yerda Xinglarimiz bor, Ruluslarimiz bor. Yana bu yerda Xingning avalniy variantlari bor. Hentachi bor, yana Hentachining sandiqlari bor, Xinglarimiz bor, Huawei firmaniki bor, hammasi bor. Bularning endi narxini aytmayman dursan desanglar, bular toza keldi. Hali men o'zim narxlar bilan danishib chiqmadim. Ukam o'zi biladi. Gasanglar xudo xolasa chiroylatib, arzonatib, liboyadan arzon berishimizga xudo xolasa kafolat beramiz. Bularni oladigan bo'lsangiz, yonida bir dana kuller qo'shib beriladi. Kuller apparat tekin beriladi. Настольный gaz filtrlarimizga keladigan bo'lsak, duxovkalari bilan komplekt olaman, assortimenting bormi degan yurtdoshlarimiz uchun. Duxovkasi, gaz filtrasi, vitichkalarning hamma turidan bor. Hammasini komplektlatib olsangiz, xudo xolasa shu sizlarga shu narsani tushuntirib o'tib keting. Bir vitichka, bir настольный, bir duxovka oladigan bo'lsangiz, bir dana sizga mikrovolnovka, bir dana plysos qo'shib beriladi. To'g'ri eshitdingiz. Masalan, primerni aytayim, 800 ming so'm, 1 million 200 ming so'm, 1 million 800 ming so'm. Где-то 4 million 5 millionlik naborni olsangiz ham sizga bir dana plysos, bir dana mikrovolnovka shundaylar qo'shib beriladi. Bu degani mebelingizni oldingiz, готовый hamma komplektini oldingiz, yonida esa mikrovolnovkasi, plyososini ham qo'shib beramiz. Keyin oyoqda turadigan gaz filtrlarimiz, duxovkali gaz filtrlarimiz ham 5 ko'zlilardan ham xohlagan modellari, 4 ko'zlilardan ham to'g'risini aytaman. Maqtanish emas bu narsa, assortiment bo'yicha liboy bir magazindan katta assortimentimiz bor. Bu degani tanlab olish imkoniyatingiz juda katta. 4 ko'zli gaz deysizmi, настольный gaz deysizmi, hammasini assortimentni zo'rlarni sizlar uchun ikkab qo'yibman. Gaz filtrlarimizga keladigan bo'lsak, gaz filtrlarimizning 4 ko'zlarining eng arzoni 1 million 900 ming so'mdan boshlanadi. 1 million 900'likini olsangiz ham, 2 millionlikini olsangiz ham, 1 million 900'ga qaysi boshlanadi? Shivaki boshlanadi. Doğru eshitdingiz. Shivaki Yaponiya texnologiyasi 1 million 900 ming so'm. Yonida vitichkasini shundaylar qo'shib beramiz. Uyingizga dostavka etib, ulab yoqib ko'rsatib berib kelamiz, xudo xolasa. Endi hozir bu yerda настольный gaz filtrlardan oz ku desangiz, bir Jasurbek ko'rsatib ber. Assortimentni xohlagan turingizdan topib beramiz, xudo xolasa. Endi esa keyingi videoga, shu videoni tena maksimal kommentariy yozing, chunki 3 dana plysos qo'yganmiz. Hozir pastga tushib, o'tgan videodagi 5 dana sokajmalkin g'olibini birgalikda aniqlaymiz, xudo xolasa. Lider nomer 1dan uzoqlashmanglar. Eng yaxshi yangiliklar faqat lider nomer 1da. O'sa xudo xolasa o'tgan videoda sizlarga kommentariy so'rab 5 dana sokajmalki qo'yib berdim. Hozir shuni g'olibini aniqlaymiz. Bu videoga esa 3 dana xudo xolasa plysos qo'yganmiz. Uni YouTube olishning shartlarini hozir aytib o'tib keting. Xohlaganchalik kommentariy yozasiz, shu videoni 10 dana do'stingizga tashlab qo'yasiz, bizlarga obuna bo'lib qo'ygan bo'lishingiz kerak. Kommentariyada utib oldingiz, deylik, ko'rdik, utib oldingiz, lekin bizlarga kelgan vaqtingizda 10 dana odamga tashlamagan bo'lsangiz, videoni sovg'a berilmaydi, sharti shu. Endi texnikasini kanalni kuzatuvchilar, do'stlar, o'tgan safar 5 dana sokajmalki qo'yib berdik. Mana o'tgan sokajmalkida 7900 dana kommentariya bo'libdi. 7900 dana kommentariyaning ichidan hozir 5 dana g'olibni aniqlaymiz, qara. Mana shu videoni ko'rsatdik, shu video. Mana kommentariya kirdik. Mana kommentariya. 5 dana sokajmalki g'olibini aniqlaymiz. Bir odam bir marta o'tadi, yana bir shu odam qayta chiqsa, u odamga ikkinchi sokajmalki berilmaydi. Boshqa odam aniqlanadi. Ketdikina. Bismillah 1 2 3 4 5 yuborib beraman. Shundan keyin chunki 5-chini ina. Birinchi sokajmalki g'olibini aniqlaymiz. Yana profili ko'rinib qolgan odam yutadi. Nodidi? Tajibayev telefonni g'olibini profil egasini tabriklaymiz. Mana videoning oxirida kommentariy show 2 dana screenshot atib qo'ydik. Evet, screenshot atib qo'yaman. Tajibayev profil egasi sizni tabriklaymiz. Xudo xolasa kelsangiz kommentariy showni g'olibi bo'ldingiz. Birinchi sokajmalkini, endi ikkinchi g'olibni aniqlaymiz. Evet, video qani. Yine şu yerinde 4 videoda birinchi g'olib aniq bo'ldi, ikkinchi g'olibni aniqlaymiz. 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 yuborib beramiz shunday. 14.
Yine. Girdik. Asush deymi? Asush. Ayol kishi ekan, tabriklaymiz. Ikkinchi so'qaji malkini g'olibi bo'ldingiz. Xudo xolasa, kelsangiz do'kona barabaramiz. Profilni ko'rsatib kelishlaring kerak. Endi 3-chi g'olibni aniqlaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yuboramiz shundan. 10. Ina do'stlar, uji yana bir marta shu profil o'tib oldi. Endi ikkinchi so'qaji malkini beramiz, uchinchisini g'olibini qaytadan aniqlaymiz. Chunki har bir o'tgan odamga bir dona so'qaji malkidan. Hozir bu bundan burun so'qaji malki o'tdi, endi boshqa biri aniqlab beramiz kelgo'sh. Yine şuradan başlap 3-chi so'qaji malkini g'olibini qaytadan aniqlaymiz shunda. Yubora beramiz shundan. Yine. Dilush profil egasini tabriklaymiz. 3-chi so'qaji malkini g'olibi bo'ldingiz. Endi esa yana 4-chini aniqlaymiz. Qara, şuradan boshlaymiz. Yubora beramiz shundan keyin. 1 2 3. Yana shu profil, demak u bir so'qaji malkini g'olib bo'ldingiz. 4-chi so'qaji malkini yana qaytadan aniqlaymiz. Do'stlar, qaranglar, ko'p odam 2 marta, 3 marta chiqib turibdi. Men chiqmayman yozganim bilan desangiz bilan ko'p odam dim ko'p kommentariy yozadi. Shundan keyin o'tish imkoniyati juda ko'p bo'ladi. Yana 2 martadan chiqib turibdi, ko'rdingizlarmi? Yana shundan boshlaymiz. 4-chi so'qaji malkini g'olibini qaytadan aniqlaydigan bo'ldik. Yubora beramiz shundan keyin. Subhanalloh, yozdi o'zi yangi o'tib oladi. Ikkinchi so'qaji malkini o'tib olgan odam yana chiqdi, yana bera olmaymiz, boshqa odam aniqlaymiz. 4-chi so'qaji malkini g'olibini qaytadan aniqlaymiz. Yuboramiz shu yerda qarab turib. Yine nima ketdi? Feruska. Shunda bu 3-chi so'qaji malkini g'olib bo'ldimi? 4-chi so'qaji malkini g'olib bo'ldi. Kommentariyaga zo'r savollarni qo'yib beramiz. Do'konda bo'lib shundan boshlaymiz. Qisqacha sizlarni tanishtirib o'tamiz. Xudo xolasa, Jentramizni o'ynashimiz sanaqli kunlar qoldi. Bir 15 kunlik kun qoldi. Shuni videoni o'chirib qo'ydik. Yine shundan boshladik. Axir bitta pastroqqa tushaverik, chunki pastroqda yozganlar ham bo'lishi mumkin. Bu 5-chi so'qaji malkimizning g'olibini aniqlaymiz hozir. 1 2 3 4 5. Shuni yubaraman qarabda. 1 2 3. Eng pastına tushdik. Endi pastga yuboramizda. Pastda qaysi profil qolib qo'ysa, shu profil yutgan hisoblanadi. 1 2 3 4 5. Qarab. Yine. Az o'tadi ba? Tamam. Ruji 3 odam izilmakdan chiqib turibdi do'stlar, ko'rib turibsizlar. Bu so'qaji malki o'tib oldi, 4-chi g'olibni qaytadan aniqlaymiz. 1 2 3 yubora beramiz. Yo'q, yana shu profil o'tib turibdi. Chunki eng aktiv bo'lgan 3-4 dona profil bor ekan, to'xtamay yozgan. Shuning uchun qayta chiqib yotibdi. Qaytadan aniqlaymiz. Oxiri so'qaji malkining egasini. Nima bo'ldi? 3 odam yozganmi bo'lgani? Shular ko'p chiqib yotibdi. Yubora beramiz hozir. 1 2 3 4 5 6. Do'stlar, giringlar, kommentariy yozinglar. Sizlar ham shunda o'tib olasizlar, xudo xolasa yana. Qaratib turjasiz, yubora beraman shundan keyin. Yo'q, yangi profil yana chiqib turibdi. Yana qaytarib beramiz. Mundatiqda Jasur. Hozir bir profil tushirib beramiz. Shu profildan boshqa profil shu o'rtada turgan bo'lsa, shu g'olib deb hisoblaymizda. Shunda haqqoniy bo'ladi. Qarat. Yubordik. Ina. Xolmurod qizi 5-chi so'qaji malkini g'olibini aniqladik. Yana ko'rib turibsizlar, 3-4 odam to'xtamay kommentariy yozgan, kurshlar chiqib yotibdi. Shuning uchun siz ham uyda o'tiribsiz, sizdan pul yetmaydi. Shu kommentariyani to'xtatmayapti. Yozing, xudo xolasa, siz plysoz yutib olishingiz mumkin. Hammaga omad tilaymiz. Lider nomer 1dan uzoqlashmanglar.